Assalomu alaykum. Suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati axborot xizmatining respublika aholisining ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish hamda bu borada amalga oshirilgan yirik loyihalar to'g'risida ma'lumoti. Bugungi kunda respublikamizdagi 38 million aholining 82,8% markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlangan. Qolgan 2,3 million nafari yoki 5,9% ichimlik suvini maxsus suv tashish transportlari orqali iste'mol qilishsa, 4,5 million nafari yoki 11,3% ichimlik suvi sifatida muqobil manbalardan, daryo, kanal, soy, buloq kabilardan foydalanib kelmoqda. O'tgan 9 yilda sohani yaxshilashga jami 35 trillion so'm yo'naltirilgan bo'lsa, buning 58,4% yoki 16 trillion so'mi so'nggi 3 yillikka to'g'ri keladi. O'zlashtirilgan mablag'larning 55%, 18,8 trillion so'mi respublika byudjeti mablag'lari bo'lsa, qolgan 45%, ya'ni 1,4 milliard dollari xalqaro moliya institutlari mablag'larini tashkil etadi. Mazkur mablag'lar hisobiga 3,6 mingdan ortiq inshootlar va 42 ming kilometrdan ortiq tarmoqlar tortildi. Buning evaziga 789 ta mahalladagi 7,7 million aholi ilk marotaba markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlangan bo'lsa, 11,5 million aholining ichimlik suv ta'minoti yaxshilangan. Yana 1,1 million nafar aholi oqova suv tarmoqlariga ulangan. Sohadagi islohotlarning amaliy natijasini esa hududlarda amalga oshirilgan bir necha yirik loyihalar misolida ko'rishimiz mumkin. Jumladan, To'palang suv ombori asosidagi loyihada Termiz shahrigacha 246 kilometr magistral tarmoqlar tortilib, Sariosiyo tumanida bitta quvvati 200 ming metr kub bo'lgan suv tozalash inshooti Sariosiyo, Denov, Sho'rchi, Qumqo'rg'on, Oltinsoy, Bandixon va Jarqo'rg'on tumanlarida 8 ta suv taqsimlash inshootlari to'liq qurib foydalanishga topshirildi. Natijada Termiz shahri va viloyatdagi 10 ta tumanning 137 ta mahallalaridagi 541,8 ming nafar aholining ichimlik suv ta'minoti tubdan yaxshilandi. Jizzax viloyatida esa Zarafshon daryosi suvlaridan foydalanish orqali Do'stlik, Paxtakor, Mirzacho'l tumanlari va Jizzax shahridagi 286 ming nafar aholining ichimlik suv ta'minoti yaxshilandi. Shu bilan birga xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikda ham bir qator yirik loyihalar amalga oshirilmoqda. Xususan, Osiyo taraqqiyot banki kredit mablag'lari hisobidan Toshkent viloyatidagi kunlik quvvati 100 ming metr kub bo'lgan Qodiriya suv tozalash inshooti rekonstruksiya qilindi. Buning natijasida Qibray, Zangiota va Toshkent tumanlaridagi 8 ming aholi ilk marotaba markazlashgan ichimlik suvdan bahramand bo'lgan bo'lsa, 265 ming nafar aholining ichimlik suv ta'minoti tubdan yaxshilandi. Jahon banki ishtirokida Buxoro viloyatida amalga oshirilgan loyihalar doirasida quvvati 50 ming kub metr bo'lgan Dvaynik suv tozalash inshooti rekonstruksiya qilinib, Olot va Qorako'l tumanlarining 280 ming nafardan ortiq aholisi ilk bor markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlandi. Shuningdek, ichimlik suv ta'minoti og'ir bo'lgan hududlardan biri Qashqadaryo viloyati bo'lib, mazkur viloyat aholisini ichimlik suv ta'minotini yaxshilash maqsadida Hisorak suv ombori suvlaridan foydalanish hisobiga Qamashi, G'uzor, Qarshi tumanlari va Qarshi shahar aholisini ichimlik suv bilan ta'minlash loyihasi amalga oshirilmoqda. Loyiha natijasida Qashqadaryo viloyatining ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasi 80% ga oshirilishiga erishiladi. Respublika aholisining ichimlik suv ta'minoti qamrovini kengaytirish maqsadida 2026-yilda ham respublika byudjetidan 1,2 trillion so'm, xalqaro moliya institutlarining 500 million dollar mablag'lari hisobidan 2,1 ming kilometr ichimlik va oqova suv tarmoqlari, 88 ta suv inshootlari qurilishi rejalashtirilgan. Mazkur qurilish montaj ishlari amalga oshirilishi orqali 97 ta mahallada yashovchi 310 ming nafar aholi ilk marotaba markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlanib, 176 ta mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi 2 million 180 ming nafar aholining suv ta'minoti yaxshilanishiga erishiladi. Shuningdek, aholini ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasi yil boshiga nisbatan 82,8% dan 83,8% ga yetkazilishi ko'zda tutilmoqda. Amalga oshirilayotgan ishlarni izchil davom ettirib, 2035-yilgacha ichimlik suv ta'minoti va oqova suv xizmatlari sohasini rivojlantirish strategiyasi ishlab chiqilmoqda. Unga muvofiq respublika aholisining ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasini 93% ga hamda oqova suv xizmatlari bilan qamrab olinganlik darajasini 32% ga yetkazish ko'zda tutilmoqda. Bu sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimizning so'nggisi edi. E'tiboringiz uchun rahmat.